Assalamu alaykum barliq hurmatli qarindoshlar. Neçtetim yig'in açdinglar, yig'ininglar kirmay qoldim. Bugun inglizcha o'qimaganligim uchun bu telefonda pul to'laysan deb bir nima chiqdim, pul to'lashni bilmay o'yanda adam yo'q, telefonga kirmay qoldim. Abu so'rayman. Men Oliy Kengashni 34 adamning kengaytirilgan doim komitetining yig'ini bilan hammasi birdek ovoz bilan Oliy Kengash ichishni 3 oyning oldida qaror qildim. Dünya Hukukidagi rahbarlarning doim komitetining hammamizning o'rtaq qarori bilan Oliy Kengash Gollandiyaga o'rlashtirilgan. Oliy Kengashning hech qanday to'xtatib qo'ydigan yo'li yo'q, ham uningga qarshi chiqadigan hech kimning haqqi yo'q. Oliy Kengash o'zlarining ma'qulligidan o'tgan Oliy Kengash. Oliy Kengashni ma'lumotdan qilish uchun nurg'un masalalar bo'ldi. Lekin biz bunu bosib o'tdik. Dünya Hukukidagi ma'lum odamlar Dünya Hukukining nizomlamasini, Dünya Uyg'ur Qurultayini va meni Uyg'ur xalqini ko'ziga ilmay, xohlagancha putuga kashf qilib, xohlagancha haqoratladi. Bugun bularning qonunsiz chiqargan e'lonlarining 4-qismi. Men bularning chiqargan qurultay ichish e'lonini butunlay rad qilaman, ham bekor qilaman, chunki bu qonunsiz. Qurultay ochaman degan bularning e'loni 9 adam menfaat munosabati bor, maosh oladigan, hech qanday doim komitet a'zosi emas, 13 odamni yig'ib, hatto buning sirtdan qatnashchilarni qatnashtirib qaror olgan. Bu qarorni elish uchun mening raisning tasdiqidan o'tish kerak. Buningga qolgan yolg'iz o'qituvchilar emas, Dünya Hukukining hammamiz kirish kerak. Bo'lmasa kengaytirilgan doim komitet yig'ini ichib qaror elish kerak. Bular Dünya Uyghur Qurultayini xohlagancha qo'chaq o'ynagandek o'yindi. Amerikaning Dünya Uyghur Qurultayiga bergan pulini bular suiiste'mol qilib, Uyg'urlarni bo'lishga, zo'ravonlik qilishga va diktatorlikka ishlatdi. Biz buni Amerikaga ma'lum qilishimiz kerak. Biz bularning bu chiqargan qonunsiz qarori, axloqsizlik, tashkilsizlik, intizomsizligini chora ko'rishimiz kerak. Hozirgacha biz chora ko'rmay, hozirgacha biz bir-birimizni oyab keldik. Biz uningdan o'tib ketdik. Xalqimiz bizni kutib turolmaydi. Xalqimizni Xitoy qilyapti, yig'layapti, o'lyapti, bu yerda qo'chiq o'yini o'ynayapti. Bu yerda mashru o'yini o'ynayapti. Bu yerda xalaq so'rini o'ynayapti. Bu yerda bular o'zlari bilan nazar o'yini o'ynayapti. Pul tepib bir-biriga ilashtirib, bir-birining qima pullarini uzib, hajlayapti. Qarindoshlar, biz shularni 12 yildan beri sukut turib beshimizdan o'tkazdik. Biz yoqdidik, anda qilmanglar dedik. Lekin bular uning unamadi. Men hech kimning ismini aytmadim. Lekin men yanılı sabr qilib, Dünya Uyg'ur Qurultayini bir yerda ichib, Uyg'urni bo'lib etmaslik to'g'riliq bular bilan 10 kunlab, 15 kunlab suhbat o'tkazdim. Sizlarni bosdim. Siyitni bastım. Hatta Siyit'e telefon qilmadim. Siyit'e nurg'un odamlarni telefon qildirib, qattiqdan o'tkazdim. Uyg'urni ishga bo'lmaymiz dedim. Lekin bular menga qanday javob berdi? Mening Uyg'urni ishga bo'lmaymiz, xalqimizni yig'latmaymiz degan javobimga, xalqimizni yig'iltirgan oshundoq yolg'on qarorni, qonunsiz qarorni e'lon qildi. Bu qaror kuchga ega emas. Bularni qurultay ochaman degan qarorini rad qilaman. Men Dünya Uyg'ur Qurultayiga 5-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayida Fransiyada ochilgan qurultayda yana 4 yillik saylangan raisi. Men yana o'zimning raisligimni davomlashtiraman. Men Dünya Uyg'ur Qurultayiga qurultay etinglar deb bergan taklifimni qaytarib kelaman. Sabab nima uchun qaytarib kelaman? Bular uning xiloflik qildi. Yaman gap qilmagan. Seyit xonim, ishimizni pokizlayli. Bular faqat jim turmaydi, sizni da'vo qilmaydi, bizni da'vo qilmaydi. Pishni ig'vo tog'itdi, da'voni monopoliya qiladi. Mana deganda hozir da'voni Dünya Uyg'ur Qurultayi bir odam monopoliya qildi. Chunki qo'lida NRDning puli bo'lganligi uchun. NRDning pulining bir qismini o'n to'g'ri hashlab, u yerdan manfaat oldi. Qarindoshlar, biz da'vo qilib chiqdikmi, shuhrat olib chiqdikmi? Qarindoshlar, biz pul hajlab xalqimizning qiyinini sotqili chiqdikmi? Biz unday qilib chiqmadik. Shuning uchun biz yanıla ittifoqlikka chaqiramiz. Yanıla qurultayni bir yerda ochamiz, ishimizdagi masalalarni hal qilamiz. Oliy Kengashda qurultayni ochamiz. Men saylangan bir rais, saylangan taftishimiz va saylangan ichki ishlar ministrligi va mendan qolsa shu ishimiz
bu qurultayning kuchga ega emas, qonunsiz qurultay ekanligini imzorimizni qo'yib bayonot e'lon qilamiz. Ro'zi Muhammad hojim darhol imzorini qo'yib menga bayonotini iletsin. Xayrulloh Bey darhol imzosini qo'yib rad qilib bayonotini iletsin. Men bu bayonotimni e'lon qilaman. Hammanglarga rahmat. Oliy Kengashda ko'rishimiz, yana qolgan ishlar bo'lsa paranglashib turamiz. Lekin bular kundan kunga vahshiylaştı. Kundan kunga o'g'irlik qilish, xiyonat qilish, yolg'onchilik qilish, xalqni aldash, davoni monopoliya qilish bularning kasbiga aylandi. Bular Uyg'ur davosi emas, Uyg'ur davosini pul tashlaydigan bir shirkatga aylandi. Men o'zimga bilsa inglizcha til bilmayman. Qo'limda iqtisod yo'q. Uyg'urning oldin qisab chiqqan odamlarning soni ancha jiq emas. Xalqimiz deb tortayotgan bilan ilojisiz ashunda bo'lsa mushni yetashlab, oltalig'imcha anlatib, Uyg'ur davosini dunyoning kun tartibiga chiqardi. Agar mushlar bo'ladi ekan davoning beshida, davoni mushlar qo'liga oladi ekan, Uyg'ur davosi tugaydi, davo monopoliya bo'lib ketadi, ham Uyg'ur xalqi qilib tugab bo'g'icha hech kimni oldiga chiqib qo'ymaydi. Ma'rifning ichidagi bir qism odamlarni burada aldab ketdi. Ma'rifning bizning kuchli tashkilotlarning birisidir. Biroq ma'rifning o'tkazgan jinoyati va xatoligi bor. Men uni kallamdan o'tayotgan yeri yo'q. Lekin mahkum ketgandan ma'rif tugaga o'xshaydi. Lekin mahkumni tugatdi. Bular Abduqodir yapchini kirib bo'ldi. Endi bular menga hujumni o'tdi. Bular emas, bular deyotgan Xitoy. Xitoy bularning oqibati bor. Xitoy atrofini butunlay qurshab bo'ldi. Mening oldimni butunlay to'sib bo'ldi. Shunda bo'lsa, men oz odamlar bilan bu to'saqni bosib chiqib ketaman. Xalqim menga va bizga o'xshash saf odamlarga, sadoqat odamlarga muhtoj. Mushunga tirishib baqaman. Agar mushuni qo'lga keltira olsam, men xalqimning davosini davomlashtiraman. Keltira olmasam, men butunlay istifoga davodan chiqib ketishim mumkin. Shuning uchun men bu qitim yo dunyo huquqini qo'limga olaman, bular butunlay chiqib ketadi, yo men ustiga chiqaman, boshqa tashkilot quraman. Shu tashkilot dunyodagi Uyg'urlarning vakil tashkiloti bo'ladi. Men boshqa qilmayman, men bular bilan bo'lgan munosabatimni uzaman. O'zimning shaxsiy zidiyat emas, xalqimning kelgusiligi uchun men bular bilan munosabatni uzmasam, men bu dunyoga menmo sitmo haqasini jinoyat yo'q deymiz. 5 marta bo'ldi. 5 qitim men oqimga chekindim. 6-chi qitim men bunday bo'lmaydi. Menga ishoninglar. Vasıqa agar samimiyetim bo'lmagan bo'lsa, xalqimga ichim og'rimagan bo'lsa, ma xafalıqlarni men ko'tarishim yo'q. Juda faqatim qolmadi, o'zimdan o'zim o'rnimdan qolib ketib bordim. Va ishoninglar, davo bir dunyo Uyg'ur qurti bilan bo'lmaydigan davo emas. 20 million Uyg'ur xalqining davosi. Sharqi Turkistonda davlatimizning nomini o'zgartirib boshqa tashkilotlarni qurib ketdik. Uning oldida dunyo Uyg'ur qurti hech narsa. Bizdagi bir kuchli odam bo'lganligi uchun Sitim Turk 20 million xalqining oldida o'zining Allohning oldida bir musulmon bo'lish sifati bilan 20 million xalqining oldida o'zining tarixiy vazifasini ado qildi xolos. Bu Sitim Turk mening yenimda bo'lmagan bo'lsa, bu gapga Alloh qachon istifot berib men chiqib ketib bo'ldim. Men bularning ozlab chiqib bo'lgan ayrim tashkilot qurib chiqib bo'ladim. Kuchli tuğalık için razı kim bir şeydi müşençilik geldi. Hem rahmet.